Yana bir tarafda bo'lsa, Divadasqa bu maydimmi o'ta amroq bo'lgan Paro qandoq qilganda mening ko'nglimni tushunadi degan temada onasi bilan fikrlashyotdi. Yerim kecha bo'lganda Hindiston erlarining xotin tepolsimi ko'z qirni salmaydigan esil fazilatiga qattiq ishongan Paro malisidagi shipongning o'ttirsiga o'rin silib, dukkanning ochilish murosimiga Divadasning kelib lent kesib berishini taqazzolik bilan kutib yotdi. Dukkanning ochilish murosimiga quruqqul kelgandan xijil o'g'an Divadas qaqash bo'lsimi ap turing deb surkaydigan ya topolmagan qaqashni Paroning qalpog'iga surkab qo'yib asta ketib qoldi. Qilayotgan qilig'ini. Jin aychingda vidog'ojiga. Paro bo'lsa, og'zidagi bu noma'lum jismning purqidan cho'chib uyg'onib, bu tunish qaqashdan Divadasning kelganligini birla qarab bilib qoldi. Atsi Paro bu odamgarchilikni qaytarish uchun bir javur bo'laxmontini ko'tarib Divadasni yo'qlab keladi. Okay, yana mush vaqtda, yana iliq ichi divariga yangimiz 3-siqim eshitqoni dal yariga chachidi. Vay, qarang qiz bolani. Divadasni yo'qligini kaginni qarang. Ko'rdingizmi opa? Sizga salommi qilmay kirib ketdi. Tova. Divadas Hindistonning an'anaviy muhabbat izhor qilish uslubi orqali yaqinlashib bir-birining yedini purab bizni anglab qolmasin deb pichirlab gapirish orqali o'zining muhabbatini izhor qildi. Bir tarafda bo'lsa, Paroning opsi xiyolda qizini qo'shnisiga yotib qiladigan bo'ldim deb xo'shal bo'lsa, yana bir tarafda Divadasning ota-onasi o'g'limga bu tegipas oilaning qizini ilib bermayman deb maslahatlashayotdi. Divadasning dadasi nihoyatda qattiq qo'l bir oqso'ngak bo'lib, o'zining deganini rostla aytdi. Ular o'zining bu orzuli o'g'liga usulchining qizini ilib berishni nomus ishlab biladi va qat'iy qarshi turadi. Bir kuni momsi o'zining yig'ib qo'ygan butun oltin jabduqlarini cho'ng kelinning oldiga qo'yib, damiltidiganni damiltib bo'lib sizga bermayman deb turib oladi. Oy, momay, undaq kapsizlik qilmangmi? Siz bilmasligingiz mumkin. Xotin yomon eshitqo, ishni chataq qiladi-jimi? Darvaqa bu ishdan keyin ichi Divadasga texmi uch bo'lib ketadi. Divadas momisining bergan oltin bilaguzugini ilib, uddul Parolga ilib boradi. Bu jarayonni ko'rib qolgan Divadasning opsi Kashaliya cho'ng kelinning gibiga kirib, Parolni o'g'lining beshini aylantirib ketishining oldini olish uchun malisidagi to'y qilib ajrashgan biraylarni Parolga tanishtirib qo'ymoqchi bo'ladi va Parolning opsi Sumitrani voy uyiga keling, Parolning to'y ishlarini maslahatlashimiz deb uyiga taklif qiladi. Bu ishdan xo'shal bo'lib og'izlari qalchorab ketgan Sumitraning inchiq tillaridan tortib ochiq uchaylargacha hamma narsa ko'rinib qoladi. Ziyofatga kelgan Sumitra Kashaliyaning taklifi bilan mehmonlarga bir payda usul o'ynab bermoqchi bo'ladi. Bechora ona o'z qizining baxtini deb o'zining or nomusini bir chetga qo'yib turib, yenik tasab usulga tushib ketdi. Bu ishni qilishning maqsadi yana shu orzuliq qizi Parolni qoida yo'sin bilan bir uyga akirib qo'ymoqchi edi. Lekin yana bir tarafda bo'lsa, sal oldirab qolgan Paro bilan Divadas ko'ta unda qoida yo'sinini deb opoq-chapoq bo'lib bir-birini yavatgani tasla qoladi. Yavoylashgan Divadas shu zaman 7 boshliq yalmavuzga o'zgarib, Paroning putiga miq yiqib, xuddi Maxtumsulaning putidan qon sho'ragandek sho'rashga boshlaydi. Divadas qarmoqqa muloyim boladek ko'rinigini bilan o'ylamoqdiman. Amaliyotda harakat qo'pol bo'lgan dongzosi jiq bo'lgan, mo'l tajribalik istidodli yoshgan emasmi? Usul o'ynab yuqur pallaga yetganda Sumitra qo'lidagi manglay suruqni Kashaliyani qudam deb bilib peshonasiga surmoqchi bo'ladi. Voy, xinem, nima ko'rib qoldingiz? Hay, uyan ko'rmas. O'zingizni kim chaqlab qoldingiz? Qizingiz har qancha go'zal bo'lib osmonga chiqib ketgan bo'lsa-mo, sizlar yanala tuvan tabiqadan kelib chiqqan bir usulchi. Acha, o'zimning ajsigo, imonchilar qilib ketsa, usulchi bo'lib, ya besining jo'zanga chiqib o'ynabdimanmi? Ikki bolning baxtiqo, ek obro'y qo'g'lishib ketishning o'rni yo'qdi. Keyin qismni ko'rmoqchi bo'lsangiz, pano saloniga kiring. Salon nomi boshpat tezliq. Vi appa ko'rdingizmi? Pano salonda bir qismini boldirib qo'ysa, pul oladi ekan bir qo'y. Uysamcha qo'g'amni yigib lyulyang sirab qilib ko'rib ketsak, de xalqimga bekorlik chiqarib beraydi-mi? De e'lon etib ketganlardan o'rgilay qo'g'amni yigib qo'llab. 抖音